Hürmetli radyo anlıqçılar. Xitayning mazkur xabarida mazkur kan o'rilish voqeasi yuz berganda kan ostida jami 40 kishi borligi, bulardan 22 nafarining shu kuni qutqizilganligi, ammo 18 nafarining kan ostida qapsilib qolganligi xabar qilingan. Voqea yuz bergan kanning sohibi bo'lgan G'arbidiyar oltin shirkati xodimi mazkur qutqizish harakatining bugun 5-kuniga qadam qo'ygan bo'lsa-mu, yana davomlashayotganligini oshkorildi. 你好，这西部黄镇一的有限公司吗？ Uning bayonlarida ma'lum bo'lishicha, navbatda mazkur shirkatdagi barliq xodimlar oldingi safga, ya'ni o'rilgan kan ostida qapsilib qolgan kishilarni qutqizish harakatiga qatnashgan. 请教一下你们办公室主任。全都去那个啥去了，去帮忙去了。啊，他们都帮忙去了是吧？全都帮忙去了，现场就留了我们几个。还继续呢是吧？啊，对对对，我们还在继续呢。今天是第3天还是第2天？ 24、25，今天多少号了？27了。啊，那就第3天是吧？ Ammo hozirgacha bir kishining qutuldirilganligi haqida o'zlariga hech qanday uchur kelmagan. 多少个人现在？ 办公室现在就只有我和我们同事在，我们2个人现在在负责这一块呀。我们办公室，如果说你要问所有具体的情况，你给当地政府打电话就行。你如果说是问我们办公室，我们暂时半天就我们2个人在办公室。 Telefonimizni qabul qilgan G'uljinoylik xalq doktorxonasi xodimi mazkur doktorxonadagi jiddiy qutqizish bo'limi xodimlarining kan o'rilgan naq maydonga ketganligi, o'zlarining bo'lsa ilib kelinish ehtimoli bo'lgan yordamlarni kutib o'tirayotganligi, ammo hozirgacha bir ham yordamning doktorxonaga ekilmaganligini bayon qildi. Ha, qanday bo'ldingiz, yaxshimi? Ma doktorxonami G'uljinoylik? Ma nimadan ma'lumotli oltin kandan yordamlar ekilindimi masalan doktorxonaga? Hech kim kelmadimi hozirgacha? 3 kun bo'ldi. 3 kungacha hech kim kelmadimi mana shu o'rilib tushgan kandan? Yo'q, uni ahvolini biz bilmaymiz. O'sha ketganlar bizning buyuk og'riq ekan. Unda ekilish ehtimolliga qaysi doktorxonaga apirdi? Masalan doktorxona shu kanga eng yaqin emasmi? Buna iloqi bo'ldi emasmi? Seninki nimasi yoki jinjin ko'rsatuvniki aslar bo'lib aytıldı. 12-da tayyorlik qilib turmiz. Lekin qaysi doktorxona aytganimizni bilmaymiz. Bu ma'lumotlarda qutqizish harakatining natijasiz davom qilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Biz aloqador xodimlardan o'rilgan kanning ko'lami, sababi, ostida ishlayotgan ishchilarning kimliklari bo'libmi millat tarkibi haqida ma'lumot so'rdik. Bu kanning o'rilish sababi nima ekan? Bu mas'uliyat hozir kimda deb bekitildi? Nima deb qaralyapti? Yo'q, bilmaymiz. Bu yerda bizga onlarning aniq bilmaydi. Bu kanning bu o'rilgan ko'lami qanchalik ko'lam ekan bu? 4-5 kundan bu 18 yarimdan tekshir topilmayotgani qaraganda. Yo'q, ularni bilib ketmaymiz. Aytsaniki bo'ldi dedim, yo'q, ahvol qatda uni biz bilmaymiz. Xodimlardan ba'zilari bu ma'lumotlardan xabarsizligini esa bu ashildagi ko'pinchisi bu 18 kishining hammasi Uyg'ur ekan degan gap to'g'rimi? Ba'zilari bu uchurlarni oshkorlashga bo'lmaydiganligini bayon qildi. Mazkur kan joylashgan Qariyag'ach yesining yuzboshlig'i bu savollarga faqat hukumat tasdiqini olgandan keyinla javob bera oladiganligini bildirdi. Yaxshi, xalq achishami? Ha, qanday bo'ldingiz, yaxshimi? Yaxshi, nima ish qilyapti? Ya, mana nimadiki hozir men Qariyag'achga o'rilib tushgan kandiki ish davom qilyapti-da qutqizish harakati yana. Davom qilyapti-ku. Hammasi Uyg'ur degan gap to'g'rimi? 18 kishiniki. Siz kimmi? Shular hammasi 18ning hammasi Uyg'urmi yo ko'p qismimi? Aloqa qilib bijirimiz nima bunday ishlarni? Ma 18 adam hammasi Uyg'urmi, Xanzumi deb so'rayapmiz sizdan. Ma gap qilaman, gapga javob bering. İlgiri aniqlashtirimizda Qariyag'ach yesidagi ko'mir va oltin konlarda og'ir jismoniy va xatarli ishlarni to'van ish haqi bilan yerlik aholi, ya'ni Uyg'urlar qilganligi ma'lum bo'lgan. Shuni biz bu aniqlashtirimiz davomida mazkur 18 kishining millat tarkibi haqida nuqtaliq ma'lumot so'rdik. Mazkur oltin kon shirkati xodimi bu vaqtdagi savolimizga javoban 18 kishi ichida Uyg'ur va Xanzudan iborat har ikki millat kishilari borligini tilga oldi. 是不是这个情况？ 18个人呀。他们都是维族人吗？还是？ 汉族也有呀。 Biz uningga Qariyag'ach yesining Uyg'urlar o'ltiraqlashgan yez ekanligini eskartib, bu 18 kishining ko'pinchisi Uyg'urmi deb so'rag'inimizda u shundoq deb javob berdi. 我们这边没有名单，我也不太确定。 大部分是维族是吧？ 对。 Bu xodim ularning ismlarini so'rag'inimizda bu vaqtda yerlikdan, ya'ni G'uljinoylik tashviqot idorasidan ma'lumot olishimizni tavsiya qildi. 那你不能给我名单？ 我这边没有名单，所以说你就直接你给那个当地的那个宣传部打电话吧。 İl oblastlik jiddiy qutqizish mulozima shirkati xodimi
qutquzishning texnik davom qilayotganligini bayon qilish bilan birlikda yer ostida qolgan 18 kishining mutlaq ko'pinchisining Uyg'ur ekanligini oshkorildi. 是的，就是个土的公布和那个是井下18人被困这里啊，你听说是那网上的你们的看到的不知道吗？ Biz mana shu nimadan ko'rdik? Nima dedi-ku? Kan o'rilish voqeasi deb chiqdi. Kan o'rilish voqeasi bo'yicha shu umumiy sonli deyilibdi. Tavalliki kishilarning ismligi bo'libmi milliy tarkibi deyilmabdi. Shuningdek ko'p sondikisi shu Uyg'ur bo'lishi ehtimolli bor. Shundaqmi? Hurmatli radio o'quvchilar, yuqorida G'uljidagi kan o'rilish voqeasida yer ostida qolgan va izdilayotgan 18 kishining ko'pinchisining Uyg'ur ekanligi haqida anglatish berdik.